بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. كتاب الحج. Hac kitabı. Biz namaz, zekat, roza. Şunu ötüp bulduğumda 4. bölüm hac. İslam'ınki 5 rüknün birisi. وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ. Şu bölümde, hac kitabıda bahs kılındığın meselelerini bir neçe babga ayırıp, ma meselelerini bahs kılınmaz deb planını bayan kılıyor. El-cinsul evvel, birinci bab ya bölüm, yeştemilu alel eşya'lleti tecri min hadihil ibadeti mecral muqaddimati tecibu ma'rifatuha li'amali hadil ibadet. Muş ibadetine orundaş üçün mukaddimesi hesaplandığın meseleler üstüde buludu dedim. Muş meselelerini öz içine alıdı. Yani hac ibadetini kılış için teyyarlık küreşke kılındığın işler. Nimeler muşun öz içine alıdı. İkinci bölümü fil eşyalleti tecri minha mecral erken. Bunun asas rükünleri olan şu bulmasa şu ibadet zade hesaplanmaydıgan narsalar. Ve hiyel umurul ma'mulati enfusiha vel eşya'l metruke. Demek bu erken hazır şu biz faaliyet kılıp orundaydıgan narsalar edi. Faaliyetlerin özü. Hem kız bulmaydıgan taşlaş gerek olan narsalar. Mani kılımız, mani kılmayımız gen meseleler edi. El cinsus thalithu fil eşya'lleti tecri minha mecral umurul lahika. Üçüncüsü şunun anlamında koşumçular kıldıgan. Şonlu çetişlik meseleleri. Ve ahkamul ef'al. Manda kısasa nımbuludu. Mani manda kılmay, manda kısapta, ilgiriken kısapta bunun hükmünü ma. Ya manın rayıklanma kaptı bunun hükmünü ma diyendek. Ve zâlike ende kull ibadetin fe inneha tucadu müştemilleten ala hadi thalâthal ecnâs. Bunda tahsim kılışımızlık sebep her kanda ibadet üç türlük nâsini çok öz işi alır. Yani işini başlaştı biz kanda işini rayık kılışımız gerek. Başlayan çağda bunun asas erkanlar kalsa, bunun deyken üçüncü kısmı maaşlarına mındarak kısalsak bunun hükmünün bulduğu da koşumçidek bir bab. Şimdi hazır bahs kılış planını bayan koydu. Lakin dünyada vaciplik meselesine ötep gitti. Aslında hacının tarifini koyuş gerek. Hac degen nima? El-haccu lugatan el-qasd. Tamam? Köpünce derhal deyilgan nima şu. Bunun da başka meallerin bakan ondan. El-kef والصوم والغلبة والحج بالحجة diyende. Demek hac kıyıcına faalını demez, hac deyimiz. Köpçüküne hüccac ya ki hacic deyimiz. İstilahan hac diyen ne bildirdi olsa qasdul beytil haram fi zamanın mahsus bi niyeti iradetil menasik min tavafın ve sa'yin ve arafatın ve gayriha ve vukuf mesela. Demek malum bir müddet işide hac vaktida sa'i kılış, tavaf kılış, arafat tutuş niyetinden Kabe'ni ziyaret kılıştı ibaret. Ya Kabe'ni maksat kılıp manıştı ibaret. Hem muallif dedi ve hadal cinsu yeştemil ala şey'eyn. Birinci cins mukaddimelerin öz içine ağan bab ya ki bölüm iki nesini öz içine alıyordu. Ala marifetil vücub ve şurutiha. Birincisi bunun vacipliği, perizlikini biliş ve onun şartları dedi. Ve ala men necib ve meta yecib. Kimge vacip buludu bu? Kimge periz buludu? Vacip degende mi ya da Cumhur'un karşı boyunca şu periz gibi işletti. İkisi birge. Kaçan periz buludu dedi. فَأَمَّا وُجُوبُهُ فَلَا خِلَافَ فِيهِ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah Teala muhimda degendiken Allah üçün kişilerin boynunda baralığan kişiye aş beytine hac kılış vaciptir diyemiş ayetke asasen. Bunun da vacipliği da farizliki de ihtilaf yok. Hatta İslam'ın 5 rükünün birisi. Buniyel İslam ala hams. Bunda ve haccül beyt nistataata ileyhi sebiler. Bunda ihtilaf yok. Çünkü bir yerde ayet mu nas derecelik. Hadis mu enek bunda hiç kanda ihtimallık yok. Dalalatı mı enek olan diken talaş tasip olmuktu. Fariz amma da etraf kılır bunu. Velillahi alennâs yani alennâs yani aşağıda şu insanların boynunda vacip yerini bildirilgan vacip sığılırdı. Ve amma şurutul vücub endi qanda ahvalda qanda kişiler vacip buldu. Vacip buluşun şartları qasa desek, fe inne şuruta qisman şartlar xil buldu. Birincisi
Şu ibadetin sağlam, to'g'ri bo'lishining sharti. İkincisi vacib bo'lishining sharti. Fama shurut sahha, bu ibadet sağlam bo'lish uchun, to'g'ri bo'lish uchun nima shart qilindi degan kelsak, fala xilaf bayna va min shurutil islam. Şu ibadetning hajninki joyida sağlam bo'lish uchun, to'g'ri bo'lish uchun shu kishi musulmon bo'lishi kerak. Agar kafir bo'lsa ibodat to'g'ri bo'lmaydi dedi. La yasihhu hajju man laysa bimuslim. Bu masalada shu kuffar mukallafuna bi furu' shari'a degan masalaga berib taqildigan ish. Yani bular kafirdan talab qilingan ibodat. Yani kafirligim farz deb xitob qilingan. Iymon etinglar, qilinglar, namoz o'qinglar. Ular iymon etmagan ekan, shartini ado qilmagan ekan, ular bu hajni qilsimi, undan qabul bo'lmaydi. Sen iymon etib, uni qilishing kerak deb unda shart qilib bog'lab qo'ymiz deydi. Vaqtalafu fi sihhati wuqu'ihi min as-sabiy. Hamda sabiy bola haj qilib qolsa bu to'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi. Buni talashtash qildi. Ham bu yer ittifoq bo'lgan bir yer bor, mahalliy ittifoq bor. U bo'lsa sabiyga haj farz bo'lmaydi. Hammada ittifoq bor. Ixtilof bo'lgan yer, agar sabiy bola haj qildi, haj qilgandan keyin mushuning haji keyin masalan balog'at ketgandan keyin bo'yniga vojib bo'lgan farz hajning o'rnini turib keyin balog'at etgandan keyin haj qilmasin bo'lgan, chunki bir qator haj bo'ldi. Aynda bo'lamdi yoki bu uning hisob bo'lmay keyin balog'at ketgandan keyin zada noldan boshlab yangi boshlardan bir haj qilish kerakmi degan ixtilof bor. Davud Zariylar farzdan hisob bo'ldimi shu debdi. Jumhur hisob bo'lmaydi, qayta qilish kerak dedi. Yani yerdeki masala, muallif degan masala bu şu ibadetni qilsa, şu ibadet qilgandek bo'lib, endi savobga erishimda erishmandi. Bu yana bir masala bu. Anondan boshqa. فذهب مالك والشافعي وأحمد bin Baz إلى جواز ذلك. Sabibala qilsa bo'ladi. Yani onun savab yazıldı. Yani şu savab çıktı dedi. Ve mena minhu Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife ya savab çıkmaydı demek için. Ve sebebul khilaf muaradatul eser fi zâlikel usul. Yani ya talaştarsın sebebı. Bazı ibadetlerde biz umum şunu ruhida alın, kaydı var. Şu kaydılge bir hadis zitkep kalan. Ve zâlike enne men ecâz zâlike akhada fihi bi hadis İbn Abbas meşhur. Yani bu caiz oldu, hacqis buldu diyenler İbn Abbas'tan meşhur hadisine şunu ağan. Ve kharajal Bukhari ve Müslim. Muallifin kharajal Bukhari Müslim diyen de mesele var. Tahricde. Bukhari'de yok mu hadis? Sana kitabın aslında da yapıyor ya. Bukhari'de yok hadis mi abi? Muttefakun aleyhi emez. İmam Müslim rivayet kılıyor. Bu Kureyb İbn Abbas'tan Mevla Hazreti Kerdisi. Kureyb'de rivayet kılan bu hadis İmam Müslim rivayet kılan. Bukhari rivayet kılmalı. Muallifninki tahrici hazır caiz demez. وفيه أن امرأة رفعت إليه صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج يا رسول الله. Bir ayalım da Resulullah'a bir balısını kötürep lan, da kötürep. Manın var hacqilish barmı ya Resulullah? Hacqilish bulamdı deb kötürgende. Qala na'am ve leki ecrun dedi. Buludu sizge savab var dedi. Savabı balğamız anısı qollardı özmekçi məməydə. Hazır anısı buldu dedi. Endi aşı balığımı hacqilish buldu degan chuqum savabı yetdi onun. Tamam ya, aşı balığının savabı yetdi elbette. Hatta mağan anısı ya dadisi qildirib qo'ygan bo'lgan ekan, uning qo'shimcha savab bor emas. 2 qat ajr bor degandek. 2 qat ajr bor degandek bo'ldi bu. Chunki o haj qilib, ya'ni haj qilish joiz desak bo'lgan. Bu kishi bola haj qilsa, savab bo'lmagan bo'lsin, nima foydasi hajning. Çoğun savab bor. Ata-onasi qildirib, u o'zi yolg'iz qilmagan ekan, ata-onasi bilan ko'tarib yurib bunda qilgan ekan, ata-onasi ham savab bo'ldi ekan. Demak, bu hadisda aniq. Rasulullohdan so'radi, haj qilsangiz bo'ldi dedi. Sizga ham savab bor dedi. Bu nassamda. Umumiy savab oldi, hatta sizga ham savab bo'ldi dedi. Dalalatından hadis sahih. Ve men mena zalik, yani İmam Ebu Hanife'nin uzattığı temesseke bi ennel asla ve ennel ibad la tasih min gayri akıl. Bu amda asla başka ibadetteki kaide nimitte akıl bulmasa bu ibadet caiz doğru bulmaydı. Bu aslı mesela ya zekat deyişi mümkün. Zekat ne koy tabi yetim malda zekat kıldı deydi. Yetim vallahi şık vallahi olsun. Peki bu şey aslında mesele var mı? Aslı kaide diyene. Belki amda rufi kalaman salas mesela. Hani sabi hatta yahtalam. Bunun da farzlik yok diyenim var. Bu şunu umum kaide değil. Lekin namazda mı balağat yetiştirilgen namaz okuş var mı? Hiç bulunsa meşgul duruşatın, 7 yaştan tatip 10 yaş kadar namaz okuşur, 10 yaştan ki urunlar diyen ko'rsatmalar var. Demek bu amda to'liq aql, manatut teklif, mükellef bo'lishninki shu sharti deganda qarabdi. Lekin masalada amda jumhurning qarashi kuchliq. Ebu Hanife deb turgan bilan hadisdagi qanday ajr bor dedi. Ata-onasi qilgan qildigan ajr bo'lgan ekan, u bolaning yanchiqini savab chiqdi. Keyin cho'ng'alab nima qilsa, uning rasidi ashadigan gap.
Aşağıda adavlaş meselesi onunda mesela keyin ilzimizden şu. Ya onun da cumhur adavmaydı dedi zaten. Şu Şafii, Malik, İmam Ebu Hanife'miz adavmaydı. Davud Zahir'lam ada buldu dedi. Lekin savab buldu. Savab buldu. Adavmamla savab buldu. Xud demaslar, vacib emas narsalarni ba'zilar qiladi ku. Mesela ayollar masjidga chiqmasa uyda o'qisa bo'ldi-da. Lekin masjidga chiqib bo'pti, mayli. Juma o'qimasa bo'ldi-da. Lekin juma o'qibdi masalan. Qabul bo'ldimi? Lekin vacib emas degan bilan qiysi bo'ldi deganning farqi bor. Kichiklar haj qilib o'lib ketgan bo'lsa yana gadinda saq turmaydi. Saq turmaydi. Farz bo'lmagan zot. Gadinga yuklanmagan narsa u saq turish bo'lmaydi. Yuklansa undan saq turibdi. Masalan bir sen farz bo'lmagan bir narsani tatavvuy holatda qilsan, farz emas ekan. Bu sening unda fidokorliging. Albatta buning savob berilishi kerak. Shu sabina va odat ayrıydı bular. Sabina mesela şu balag'at yetgan kunga qadar hammamiz bir tarafda sanatmaydi. Sabi mumayyiz, g'ayr mumayyiz deydi. Sabina mesela balag'at yetmagan bo'lsa, 10 yoshga bo'lsa, hamma ishni tushunadigan, aql idrokni qilgan, so'zsiz qila oladigan, do'konda o'tira oladigan bolalar bor. Shunga tijoratdami, sabi mumayyiz bo'lsa, bunda mumayyiz bo'lsa, bunda tijorat qilishda buning fiqhi ayrim hukmi bor. Madan Imom Abu Hanifa'ning asli ojiz ekan. Va kadalika ixtalafa ashabu Malik fi sihhat wuqu'iha min at-tifl ar-radi'. Endi Maliki mazhab dairasiga kirsak, imayotgan bola shuni hamda onasi bilan imayotgan bolani qo'yib ketolmaydi odatda ko'pincha. Billa ilib bordamda. Buningga mo'yinda bir savob izdigan, onasiga savob qildigan bormi deganda ixtiloflashib qopti. Maliki mazhabning ishidagi gap ham. Va yanbaghi alla yuxtalafa fi sihhati wuqu'ihi mimman yasihhu wuqu'u as-salam minhu. Demak, mumayyiz bo'lib qolsa, buni ixtilof bo'lmas kerak. Ya'ni Maliki mazhabda ixtilof bo'lmas kerak bunda. Chunki 10 yoshgacha buyruq dedi, 10 yoshdan keyin buyruq dedi. Odam namozni o'qisa savob izlagandek bir ma'no bor demoqchi. وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من السبع إلى العشر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 دeganda. Shu hadisni da'vat hazır. Demak, iborani qisqartib bilan o'tib ketdi. Lekin hadisning lafzi emas bu. Va amma shurutul wujub qanda shartlar tepilsa undan vojib bo'ldi degan masalaga kelsak, فيشترط فيها الإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام. Kafirlar şeriatning furuatlari bilan, ibodatlar bilan taklif qilingan degan qarashga asosan musulmon bo'lish shartdir. Xuddi bunda bularmo islomning shu faoliyatini ado qilishga chaqirilgan, buyurilgan. Masalan, aqimus salovat va zakat deganda buyruqlar kafirlikga qaratildi. Lekin kafirlar musulmon bo'lmagan ekan, bu ibodatni qilsimi baka bo'lgan ekan, yanında faydası yok. Xuddi buning sharti ado bo'lmagandek. Vacib bo'lay deb bu so'z shunda gadinga tushayapti, tayyorliqqa udilganmay, unda tutdi deganda. Lekin so'z ashulaga qarta aytildi. Ya'ni kufar muxotabuna bi furu' shariat. Lekin ular musulmon bo'lsa, andan shuni ado qilsa to'g'ri bo'ldi. Musulmon bo'lmagan ekan, ado qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Ular vojiblikka shuni qarashlik degandek. Kafirlar shariat ahkomlari muxotab degan qarashga asosan, masalan, kafir do'zaxda iymon etmaganlik uchun bir azab. Andan namoz o'qimaganligiga yana bir qo'shimcha azab. Zakat bermaganligiga yana bir qo'shimcha azab. Aroq ichganligiga yana bir azab. Adam o'tdagi uchun yana bir azab. Biz mesela ilgirda buni chiqatim takrorladik bu masalani. Al-kuffar muxotabuna bi furu' shariat degani, mesela Alloh taolo Qur'on Karimda qalu ma salakakum fi saqar. Jahannamga nima bo'lib chirib qolding, nima chirib qo'ydinglar desa, qalu lam naku musallin, namoz o'qimaydik, ulam nakunu tunsin va kunna naqudu ma'al qad va kunna nukazzibu bi yawmiddin. Biz yana oxirat kuniga ishonmaydik dedi. Yo oxirat kuniga ishonmaganlikka bir azab. Namoz o'qiganlikqa yana qo'shimcha azab. Yana qilmishlarga hamma qarta yoki ado qilmagan ishlar qarta yana yuklanadigan gap. Demak, buning azobi osh ibodatni qilmaganlik uchun odatga qilgan kafir deymiz. Qilgan kafir qarta necha so'y. Xudo Amerikada hukm qilsa jinoyat jiqqiga odamga 350 yil, 400 yilda hukm qildi. Nimadan shu? Asli bu 350 yil, 400 yil yashab bunda turib yetib kelgan ish yo'q. Masalan, Paragvayning, Urugvayning raisi Norigaga necha yil hukm qildi. Amerika tutsa, nimadansa masalan, ma odamda 2 kun o'taganga 40 yil, yana planiyada bizani partilatganga 50 yil, yana bizani bir ishda qilganga 30 yil. Anda sanabga hamma jug'lasa 300 yil bo'ldi. Bu ishlar aql samdosh sig'maydi. Lekin masalan buning bunda ahvolda foydasi ko'rildi. 50 yillik jinoyatni keyin bir ish bo'lib aqlinib va apoqlinib ketdi. 40 yillik yana bilsa, u apoqlinib ketdi. 30 yillik apoqlinib ketsa-mu, yana 300 yildan yana 100 yil qolgandan keyin mumkin emas chiqishi.
Yani farkı var. Kafirli yaxshi qilib qolsa savob bezildi anda. Yaxshilik qilib qolsa, endi albatta uningga mukofot berilishi kerak. Shunga famay ya'mal mithqala zarratin khayran yara. Faman mishada umumni bildirdi. Buning bir dalili masalan Rasulullohga birisi kelib iymon etdi. Jahiliyatda nurg'un yaxshiliklarni qilgan Hakim ibn Hizam degan sahoba kelgan vaqtida shunda degan. Iymon etib, "Men jahiliyat vaqtida nurg'un mush Alloh taologa yaqinchilik qilayimdi, bir savobga erishay deb nurg'un yaxshilikni qilgandim. Sadaqa bergan, haqni qul azod qilgan, mundajik ishni qilgan, yordam qildigan ishni qildi. Endi men musulmon bo'lgan ekan, bu ishlarimiz baka ketamdi yoki buning foyzi bo'lamdi desa, aslamta alama aslafta. Sen ay burun qilgan ishlaringning ustiga isloming desaydi. Burun qism usti dastilib chiqadi bundan keyin. Ya'ni yangi boshlardan da noldan boshlamaysa degan. Demak, burunqi ishlari musulmon bo'lsa, bu asqatda. Endi musulmon bo'lmasa asqatdan balki tash qilish mumkin. Lekin unda u faqat yaxshilik qilib boqmagan, o'salliqlam qilgan kafir bilan yaxshilik qilib, insonparvarlik qilib, atrofdagi ziyon-zahmat etma ikkisining albatta buning farqi bo'lishi kerak. Shunga hozir shu iymon bilan undan boshqa shu amal mukallaf deganning farqi shu yerdan chiqadi. Bir kafir ekan masalan, nurg'un odamni o'tdagan, nurg'un odamni qaqshatgan, hatto hayvonotlar, daraxtlar hamma vayron qilgan. Bunda bir cho'ng jinoyatchi kafir ekan masalan. Hamdana muloyim, qo'ldan kelgan yaxshilik qilib, bunda o'tgan bir kafir ekan. Ikkisi kafir. Jazosi o'xshash bo'lmaydi albatta. Abu Talibga ang yengillikkan bo'ladi. İngilizce Resulullah şefaat qilganlikda. Resulullah yaxshilik qilganlik uchun. Bir kafirning iymon etishi bilan, yana bir kafirning la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demak, lekin shu haq bir zotning borlig'ini tunib yetganlik ish o'xshamaydi. Ashalim jiqqadir masalan shu uni deya shu qara. Tunib yetgan bo'lsa, Alloh taolo uni meni tunidi ya men ishonadi deb hisoblasa bu o'zining ishi. Lekin bizning hisobimizda u yana kafir. Chunki unda tunganligiga bir ifoda bir narsa chiqmaganlik. Shunga shahodat etishni shu shart qo'ymiz. Musulmon deb qarashning, hukm qilishning sharti. U o'zining dilda men musulmon bo'ldim deb qancha yolg'iz turgan vaqtida yig'lab ibodat qilsin, iymon etib ketsin, biz uni o'qimagan ekan, biz uni kafir deb hukm qilib shu asos muomala qilamiz. Va sirtqa izar qilsa, o'sha odam biz musulmonlar. Hatto munofiq bo'lmasin. Sirtqa izar qilganiga biz sirtni ko'rdigan bo'lg'achqa, biz musulmon deb o'ylaymiz uni. Amaliyotda chigidi kafir. Lana zahir vallohu yatawalla sarair. Demek bu kuffar mükellefuna bir furuş şeriatga usul fiqhida çoğ muhim bir mabhasning birisi. Bunga nurg'un masala kelib chiqadimi shu mushtalasdan. Mesela kuffar mükellefuna bir furuş şeriat deganda agar bir kafir niyat qilmay masalan Makkaga bir kirib kelay deb mangan bo'lsa, kim berib ya ta'sirlanib ketib musulmon bo'lib turadi. Kuffar mükellefuna bir furuş şeriat desak, bu ihramsiz miqat o'tdi bu. Kapır vaqtida. Kapır vaqtida shu taklif batdi deymiz. Aqan qilgan boshqa vaqtda jazo olsa kilida shu. Musulmon bo'lgandan keyin aqan qilib boshini gardandan keyin adab. Kufar mukallaf emas desak, asan musulmon bo'lgandan tortib 0 dan 0 dan boshlagan hozir. Burunqi ummasi salavatda bunda yangidan boshlagan. Hamda masalan Hazrat Umarning valaqa awfi bin nadrik dediga, jahiliyatda men bir kecha ya bir kech kunduz e'tikof qilishni nazr qilgandim deb turasa awfi bin nadrik dedi. Demek cahiliyette üzerine icap kılgan narsa, aşını ada kıl dedi. Ada kılış buyurdu. Xuddi şu çağda iltizamı hesapga o'xshash. Albatta bunun da usul fiqhini taş qildi. Mükellefti mükellef emas degan qarash var ekan, mükellefuna bir furuş şeriat degan qarash jalliq deyilgan. Shunga Qur'on Karimdagi shu buyruqni ya ayyuhan nas ubudu dedi. En-nas ubudu dedi. Tamam? Ya ayyuhallazina amanu ubudu dedi. Ve ibadet qilish bütün insanlar qaratdi. Kafirim ba, musulmon ba emiski. Nonikin bu dalil kuch. Hamda meyada wala khilafa fi ishtirat al-istita'ati fi dalik. En bir shart ashunga zade kuch yetamdi, yetmam, qurbi yetamdi, yetmamdi. Qurbi yetsa andan vojib bo'ladi. Bir shart shu deganda ixtilof yo'q asosan. Nima uchun? Qur'on Karimda man istata'a ilayhi sabila dedi. Wa in kana fi tafsil zalika ikhtilafun. Lekin bu istita qanda bo'lsa qurbi yetgan bo'ladi. İstitaat paydo bo'lgan bo'ldi degan shuni belgilashda andan talash boshlandi dedi. Wa hiya bil jumlati tutasawwaru ala naw'ain. Yani umuman hamda buni talashlarni ikki turga ayirib tasavvur qilish mumkin. Mubasharatun va niyaba. Mubashar degan o'zi bevosita qilish degan. Niyaba degan boshqa odamni o'rinbosar qilib, o'rnida qilib qo'yish degan. Demak, sen masalan o'zing qila olsang bu istita bo'lamdi. O'zing qilinmay ekansan.
Lekin o'g'ling biri qilib qo'ysa, bu istito hisoblanadi, hisoblanmaydi. Ya'ni balsa orqali istito bo'ldi deyiladi, deyiladi. Masalan, فأما المباشر فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن. Yani özel kılmakçı boğa vaktinde sen çokum mal mülk yani maddi cihetten kurban yetiş gerek, yol hatırcam bulaş gerek, bedenin mi bunu kötürelediğin, şunu birleşik varalediğin buluş gerek. Bunun da mı talaşlar çok asasen. واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال. Lekin beden bilan aşın qadir bo'lalash masalasi, pul bilan qurbi yetish masalasining tafsiri to'xtalgan chog'da yani talashtash bor. Qandaroq kasal bo'lsa, yoshda bo'lsa, yoki holatda bo'lsa, sayya jihatdan, jismoniy jihatdan badani shunga munosib kelgan bo'ldi. Puli qanchalik bo'lsa, bu istitoa bo'ldi. Buni belgilashda endi shariatda aniq bir iliqsizlik kelmagan ekan, olimlar ixtiloflashdi. Faqat Shafiy va Abu Hanifa va Ahmad va huwa qawl ibn Abbas va Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhum inna min shart zalika az-zad va ar-rahila. Berib kirishga yetilgan oziq-tulik va uloq. Mushu bo'lsa istitoa bo'lgan bo'ldi deydi. وقال مالك من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه الحج. İmam Malik rahilani shart qilib, menib basım baralaydigan bo'lsa istitoa bo'lgan bo'ldi, qodir bo'lgan bo'ldi deydi. Ya'ni u menib berib haj qilish kerak. Tutib mangalagan ekan istitoul haj bo'ldi. Madinaga qanday boshqa dunyoga, jiroq dunyoga musulmonlar o'ylab boqmoqganda İmam Malik. Bu qanday bir qit'a atlab menib berib pul olaydi ular. Madinada amalı 15 gün, 20 gün menib basım Madinaga bir pul olaydi shu chal. 10 gün, 15 gün. Ve kezalika laysa az-zadu indahu min shart al-istita'ati in kana mimma yumkinuhu al-iktisabu fi tariqihi walau bis-su'al. Yani İmam Malik da maddi jihatdan qodir bo'lishim umu shart emas. Berib kelishga yetilgan pul yo'q ekan qo'lda. Lekin bu har qatim nega bo'lsa masalan, yo'l ustida bo'lsin, keyin ash haj qilish jarayonida bo'lsin, qaytish jarayonida bo'lsin, shu yerda tapovat qilib pul topalar ekan. Mesela kirakash qildi ekan, yo satrashgan minada o'tirib, xalqni chesnab qo'yib pul topalar ekan. Masalancha, endi hajga olgan talibni ko'pini shunday qildi-ku, ilm setim qildi, ba'zi ishlarni qilib, do'konga qarashib berib, chiqimini tuzak qildiganlar bor. Shuning o'xshash, bu shu yerda tapovat qilib, ya'ni o'zining gelini beqab, turmushini qamdab ketadigan bo'lsa, berib haj qilish kerak. Berib kelishga yetkidak zapas pul bo'lmasmi demoqchi. Walau bis-su'al degan. Boshqadan so'rab bo'lsin, tilabdi. Masalan, pulim qolmadi, pul bersaman, hajim tamomlanadi deb so'rasimi, so'rash orqali topsimi shu istitoa shu. Istitoa bo'ldimi, bo'lmadimi demoqchi. Qarziga bosimi? Hajga qarz ilib bas bo'ldi. Qarz ilib basa, 11 istitoa ham, ha? Istitoa bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'ldi. Qarzni keyin indirib bas bo'ldi. Endi dunyoviy ishlarga qarz bo'ldigan bo'lsa, dini ibadetin o'rinlash qarz olsa albatta bo'lishi kerak. Yani qarzning joizligi. Bu qarz olgan kim qo'li pul oldi, istitoa bo'ldi. Yani qarz olganga shu puldan bir olamdi, bir olaydi. Mustatiya. Lekin qarz egalari hamda, men bunda to'xtalish kerak. Qarz egasi buni falonchilar qaytarib berasiz degan bo'lsa, akalar jilamaslar. Bu hajga berib qaytib kelgan ekan, bir muddat o'tgan ekan, aldimay yondirib biladigan bo'lsa bo'ldi. Agar vaqti kelib qolgan qarz bo'lsa, yani hozir shu qarzni qaytarmoqchi. Men qaytmay, yo'q men ajgorda odamdan qilib olsam, qarz egasi to'xtang, bag'izmayman va pulni berib olasiz desa, uzlanar. Xalqning qarzini bermay, mumatala qilib, zulm qilib, farzayni ado qilyaptim deyish yo'q. Xalqning haqqini berib o'tsa. Shu ado qilsa, u kishiniki hajga yo'qmi? Haj bo'la. Lekin unda bir tarafdan zulmni o'ziga yuklaydi. Demak, yalla bu islomning juz'iy tushunishdan iborat. Yani sen ibadatni qilaman deb lan, yani xalqning haqqini bilaman, xalqning haqqi bachata. Yani bu hajda xalqning haqqimi juyilib tug'ilma bo'lib ketamdi yoki Alloh taolaning haqqilam bu juyilib tug'ilmalab haqqul abd, yani bu gadinda ash igisi apqimoqchi qilib qolamdi. Bundan olimlar o'tirib tarishadi. Ba'zi olimlar u insonlarning haqqi, birisiga zulm qilgan haqqini yevagan bu narsalar, tilgan haqorat qilgan masalan. Bu narsalar u ajqilishning juyilmay turdi. İnsanning haqqi bu. Haq igisi o'zi kechmagicha deydi. Ba'zi daydan da tug'im bo'ldi degan asoslanib, Alloh taolo ya unda ya bunda bir yo'l bilan, o'zi o'rinlashtirish bilan, shu bandani masalan kechirib turgan qilib, endi udullab, ya'ni tug'ilma qiladi deb qaraydi. Degan shu haqqul abd qilib qoladi degan nimani tutish kerak. Bo'lmasa xalqni qaqishtirib, qo'yib, meni o'g'li bilib, haqqini yeyilib, keyin ajgirib bilan tug'ilmalab keldi deb, ya'ni xiyol yuridi. Ya'ni yerda xalqning ixloslar qilmadi hajda.
Mesela şunda özden Çılıklardan tavuk kalmaz Allah'ın rast geçiyoruz. şu ihtimallik hamda. İhtimallik. Kimde şu kişi bir kıtım ben toluk tazlim geldim dedim. Tazlim geldim de başlıcık günah mı birader yani bir qasam çoğun yapılmaz yani qo'yashga boshlaydi haqni. Haqni qo'yashga fursat bermaslik uchun buni deyish kerak. Haqqul abd degan hatto aslan shahid uzul jannat shirdi degan şey. Ani qarz olib qolsa bilmaydi uni. Undaqga mushunga o'xshatsak haqqul abddan buni istisno qilib turamiz. To'lum bo'ladi illa haqqul abd degandek bir ta'wil qilish. Haram bo'lgan dunyodan bo'lmaydi. Yajgos bo'lmaydi, massasi bo'lmaydi. Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Lekin miras asmini keladi. Miras olsa, onu ba'zi olimlar balları agar aniq zodi mush pulning haramligini bilsa, buni shu qutulish kerak deydi. Agar hamda haramga aralashgan, mesela 100 ming koy qolamiz, buning 20 ming koy harammi, ya 10 ming koy ya 100 koy harammi, aniq uqmagan bo'lsam da, istibora etib, hajrasi bo'ldi, miras bo'ldi. Lekin mesela şu dadisininki falan axunning uyidan birini tatib bo'z ketib, yeb olgan bo'lsa, shu uy miras qoldi deydi. Egisi qaytirish kerak ekan. Varislar, bolalar. O'g'amda kishini aytgan, uni qaytirib bo'lmaydi. Masalan, menlarga aroq sepib, piyobjini o'chib degan yerda topgan yomon bayib ketganlar. Shuni mirasdan olsa. Ash haramni, ash aniq manchilik pul zodimush haramdan chegan deb mo'ljallayolsa, ashundan qutulish kerak. Shu pulni tozalash uchun. Chunki ash ota bolalarga halol rizq yegizishdan mukallaf tushunami? Ana shu bolalarimo ashin yesa haram narsa yegan bo'libdi. Dars so'rab ketgandan keyin yesimi shu haram narsa yegan bo'ldi. Buni ham da tekshirib, aniqlab, qanchalik miqdorda sarmoyaga unda haram mal ketilgandi deb ani pulni chiqarib hech bo'lmasa foydasini qutulish kerak. Ashta pullar haram bo'ldi-ku, bizning yeyishimiz bo'lmay. Haram bo'ladi, shunga ham da olimlar kirimi haramdan bo'lgan kishining o'y tomoq yeyish masalasida to'xtalgan. Hamma zodi to'liq kirimi haramdan kirgan bo'lsa yeysi bo'lmaydi. Manchi birsan haramdan alındımı yana kirimi var. Bir yerde işlerken mesela, özün tarihler işlerken. Onda maşallahdan. Yani koşumcanın başını koyup dururken bu. Ya ki arak ticareti cezanevle muamele kılırken, üsmeyediken. Lekin buna da 70% halal, 25% kirimi haram olsa, biz öydün yesek buldum, tamam yesin. Bular ama sizler rahim üzülüp kaldı, avruq tuqqanlar, yakınlarga nispeten yeyimiz. Halal kirgen nimandan yegan dema deb lam yesek buldu. Fakat münasibetsiz uyaga bağımızmı sizler rahim üzülüp kalmayan ahvalımız bağımıga yaxşı. Şübhedin jirak tuğa yaxşı. Uruktuqa işide köp yüz birdi o. Bir aksı var, bir tağısı var. Bu tağısı cezanı olan muamele kıldı, arak satıdı, dükünü var, tamak ticaret kıldı. Bu çağdan da onunla ya toy münasebeti oldu, ya bir çay çakırdı, ya bir uruktuqalar yığılıp oturaş oldu. Onunla bağımızsan kapalaydı. Şu çağdan da bunun halal kirimi bağ olsa berip iyisi buldu. Emmesi %100 haram bulmanı ki. Ne kadar haram oldu? Şu okşa şu fakirlerin hakkı kapağım oldu. Bu sil rahmetli rahmet fakat bir kosak şeyden eslanmıyor ya. Yak uruk tıkalı, uruk tıkalı. Uruk tıkalı hatta dadısının tanış buluşlarının das bardımdı. Yakın uruk tanıştış, uruk tıkalı. Her dayını kısa hadis değilgenek tuğmaat kaçıyordu şuna ama böyle de bedeleş koysa aç bedeleş kardının özü geç onu olma işimiz açmış sabit. Sabit o. Yani şu ezgi bağı adamı deysen şuna mı? Ezgi bağı adamı. Ezgi bağı adamı sabit o. Çünkü biz bedelejden takavı toxtulmaz. Ayrım şu meselede. Bedelejden kira bilan bedelejde çiraylık atalgan bu. Kira etsek to'g'ri chiqib qoldi ahvol bor. Bedelej degan masalan, sen dadan ajqlanmay qopdi, kasal bo'lib qolgan yoki tugab ketgan ahvol bo'lsa, dadamga ajib qo'y deb fitakorlik qilib chiqib, o'zing yaningdan haydlab yoki masalan ya ailenin pulunu kaydap sen çıkıp ajqib qo'yding. Bu bedelej bo'ldi. Endi ma $5 sizlar ajqib paslar deb bu kira haj bo'ldi. Bu chaqda bedel hajga borgan kishi sen masalan o'zing paradajni qilib bo'lib, dadam sen ajqib qo'ygan bo'lsang, sana albatta savob qildi. Chunki u mashairga hamma faoliyat qatnashgan. Savob qiluvchilardan bil savob qildigan, zikr qiluvchilardan bil zikr qilamiz. Arfat turamiz. Va shu rahmat, mag'firat yog'adigan shu o'rinlarda hozir bo'lgan duo tilovat qilamiz. Sen başta ustup bo'lsa o savobdan. Ondan sen ajqib qo'ymoqchi bo'lgan kishi ondan ustuydi. Ikkili tarafga bo'ldi. Ömer kishnaqa bedel ömür qo'ysin bu. O'xshacha. Endi mubashir degan o'zi bevosita qilish. Buningga bundan narsalar shart edi. Imom Malik ko'pinchisini shart qilmadi.
والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها مش مسألة كاجان حديث هذا شو آيات نن لفظها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كان أش استطاعة كان لفظها كيف قال ده حديث بشك ma'ni ko'rsatgandek ma oyatdan istito degan so'z bor. Ikkisi bir-biri toza zikr qilganda ko'rindi. Va zalika annahu warada atharun anhu sallallohu alayhi vasallam. Athar yani hadis mishada. Annahu su'ila mal istita'a fa qala az-zad wal-rahila. Demak, bu hadisda az-zad wal-rahila deb tushunildi istita'ni. Fa hamala Abu Hanifa va Shafi'i zalika ala kulli mukallaf. Abu Hanifa Shafi'i buni ham mukallaf har qanday kishi zad wal-rahila bo'lib qolsa istita' bo'ladi deb tushundi. Yuqorqi hadisni Darqutni Bayhaqi rivoyat etgan. Yani ba'zi ajiz deb baqadi shunday raqamda. Lekin bu dalil bo'la oladigan darajadagi hadis. Wa hamalahu Malik ala man la yastati'u al-mashya wa la lahu quwwa ala al-iktisab fi tariqihi. Yani İmam Malik buni ma'maydigan, yo'lidan pul topolmaydigan kishi istita' bo'lmagan bo'ldi deb menda tushundi. Yani zad olmasimi, badan sog'lom bo'lsa, pul olmasimi, berib shu udulliq shu yerda pul topib ishlab jannatga qoladigan bo'lsa bo'laverdi dedi. Yani zad va rahini shart qilmadi. Demak, istita' degan so'zga istilsa, o'shadan shunda udulliq ishlab ma'zum istita' bo'ldimi bo'ldi. Istita' vujudga chiqdi deydi. Ma'dis zad va rahini shart qilib qo'ydi. Navoiyning bu ikkisi bir-biriga zid bo'lganda. وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير. الإمام الشافعي آيات مجمل كذا استطاعتيا مجملا. لكن نايت استطاع بولدو. زاد والراء بومسم استطاع بولمدو بوممدو إن خماسن. عندن حديث buni zad va rahla bilan bir chek bekitib keldi. Ya'ni kim biz mujmalni mufassirga bo'ysundirmaymiz. Tafsili bayon qilgan hadisga bo'ysundir, tushunmaymiz deb shu usul bo'yicha oldi. Ya'ni ko'pincha ahvolda bunda bo'ysundirdim. Hamlul mujmal alal mufassir, hamlul mutlaq alal muqayyad. Wa amma wujubuhu bi istita'ati an-niyabati ma'al 'azza 'an al-mubashara. Endi o'zi baranmaydi ekan. Kesal yoki asamizda pasport olmaydigan gapmi bor. Shunami? O'zi baranmay qolgan ekan, o'g'lini evataligan. O'g'lining qo'lida pasport bor. O chaqda bilan men baranmaydim, siz menga berib aytib bering. Degan ahvol bo'lganda. Masalan, qilishdan burunmi ya ba'zi. Ba'zi qilib ketganda, qilmagan bo'lsa jumhurning qarashida u boshqalarga hech qilib bo'lmaydi. O'zining hajga hisob qilib ketadi. Agar hech qilib bo'lgan bir bolasi bo'lgan bo'lsa, dadasi hech qilmabdi. Kesalkan baranmaydigan. Men mashinamni chiqarmayman, aeroplanimga o'tirmayman bolam. Siz berib mening o'rnimda hech qilib bering debdi. Yoki men pasportimni ololmayman, erishdim. Bu yaqinning umidi yo'q. Sen qo'lingga pasport olgan ekan, hech qilib debdi masalan. Bu bunda ahvolda yana shu bolasi orqali istita' bo'lgan bo'ldimi, bo'lmadimi? فعند مالك وأبي حنيفة أبو حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة. Bu çağda oğlunu oğlu bilan daş qilish farz emas ekan. Demak, bu yerda lozim emas ekan bu yerda. Oğlu bilan bu mustati bo'lmaydi. Mustati daris kirmaydi. Ana İmam Abu Hanifa vazifada o'sha masala bor. İmam Shafi'i, Abu Hanifa, İmam Ahmad üçü bir qarashdi ekan. وعن الشافعي يعني أبو حنيفة وأحمد. عشان قويسة إيش بماي دمشق؟ يا وندا إيش كويس كرجة مثلا. قويسة قبول ولدا. لكن قاعدين ده زاد خر زاد ده. أول خمسين بماي ده زاد الغمدا. إلزام يوقف. مثلا أوزة خمسين بماي تقعد تساقلم بوسا. شنو أخشش أول خمسين بماي ده مشاهدة ده. أول برا لغان كين. عن الشافعي أنها تلزم فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بماله. Bu ibare dikkat edin. Özünün ornida başka adamni hajga evatib chiqimini qilib haj qildirish imkoni bor bo'lgan kishi, ya'ni o'zi haj qilmay pul bilan boshqa adamni evatib haj qildira oladigan bo'lsa, yani إذا هو لم يقدر ببدنه deganda bir to'xtatib biz. عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بماله. وشغدا أن يحج عنه غيره بماله. أين بولش كده كان. Özü baranmay qalsa, pul arqılıq başqa adam chiqim qilib boshqa adamni evatadigan bo'lsa, boshqa adamni evatish kerak deydi. Demak, shu bolisni evatish kerak demoqchi. Mesela. Bolisni rasulga boshqa pullar qildirsin bo'ladi. Bunun unda ishonishga bir chegarasi bor.
qanday desanglar, chiqimini qilib berish va chiqimini qilib berish degan zodi 100 ming ko'y kessimi, shu chiqimini qilib berdi. 10 ming ko'y bilan ajqilag'imiz chiqimini qilib berdi. Nech pul kessa chiqimini qilib berdi. Qo'liga 100 ming ko'y tutqizgan bo'lsa, 50 ming ko'y bilan ajqil kelgan 50 ming ko'yni qaytarib berdi. Tushunammi? U ajqil bergan uchun manch pul bersa deb deyishib olmaydi. Yani kirakashlik qilishcho, "Ma $500 mushuni ajqib bersiz." Xuddi ma $500 palanga gapirib qo'ysiz. Yo'l besi qo'lab benzinchi kesimi shu pulni oladi, boshqa o'diranmaydi. Agar eshib qasimi yana shu soladi. Bundan 100 ming ko'y bergan bo'lsa, masalan, 10 ming ko'ylar eshib qilsa, yana 90 ming ko'y yana shu soladi. 100 ming ko'y, 200 ming ko'y ketgan bo'lsa, yana 100 ming ko'y basil deyilmaydi. Bu kirakashlik. وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه. O'zi yendin chiqim qilib, masalan bir inisi varken ya bir tuqquni varken, "Voy sen pul berib yurma, men o'zim chiqim qilib o'zim berib ajib qo'yay" degan bo'lsa, u boshqa odamga pul berib, uni chiqim qildirib ajib qilmasimi bo'lgan. Uning gardinidan tushdi ekan. Chunki chiqim qildimi ajib qilib qo'ya oladigan bo'lgan ekan, mushkillar. Mesela xuddi endi vatandagi bir kishining Saudiya Arabiston Jami Islamiyada o'qiydigan bir inisi bor ekan deydi. Inisi bo'lgan ekan, u odam pasport qilib qilolmabdi, ajga boramabdi. Boramgan ekan, u bola qo'pab, bo'ldi bir bajib qo'ya. degan bo'lsa, o'zining yandan chiqim qilib 200-500 riyal chiqim qilsa qilib qo'yadi dedi. Qaysi bo'ladi ekan. U atoatan jutdan bir odam ivatish kerak emas. Albatta da ajni birisning o'rnida qilib qo'ydi degan ahvolda olimlar yana ba'zi tafsilotda to'xtalgan. Masalan, o'sha Urumchidan aj qilmoqchi bo'lgan kishi, Urumchidan ayında bir odamni ivatish kerak degan birimiz. Urumchi ivatidu, u aram turiblar bunda qo'yib bo'lmaydi degan. Masalan, shu yerdan chiqish kerak dedi. Yoki chiqimini to'lashda ajdan boshlab chiqib qaytib chiqimini to'laydi deydi. Onda maydaydigani va yo'q Makka turiblar qilib qo'yish bo'ldi deydiganlar va bunu aniq bir narsa olmagan ekan. Vayil masalatallati ya'rifunaha bil ma'dub. Ma'dub degan shu baranmaydigan odam, kasal. Kasal odam qanday shu o'zi baranmagan ekan, boshqa odamning o'rnida yotibdi. Va huwa allazi la yathbutu ala ar-rahila. Demak, ma'dub degan bek ojizligidan u ularning ustida o'tirolmaydigan, mashinada, aeroplanda o'tirolmaydigan ekan. Va kadalika andahu allazi yatihi al-maut va lam yahujj. Yana bir masala bor. Bu haj farz bo'lib, bunga haj qiladigan bo'lib, haj qilmay o'lib ketgan. Yelzamu warasatuhu indahu an yukhriju min malihi bima yuhajju bihi anhu. Haj farz bo'lib ketgan bu odamga sharoiti borkan, pasporti borkan qildi. Yoki hal qiladi ekan, ummatga qatnashar ekan deydi masalan. Chunki haj qilmabdi, ish kuchi o'tkazib o'lib qoldi. O'lib qolgan ekan, varislar qanday qilish kerak? Shu meros moldan bir kishini haj qildigidek pulni mayga ayirib qo'yib, xuddi dazdan qarzga o'xshash. Anni qog'inni o'zaro taqsim qilib ulashdi. Ashmalidan birisini haj qildirdi. Agar fursat bo'lmay o'lib ketgan bo'lsa. Fursat bo'lmasa-da farz bo'lmadi uning. Chunki men istidai sabila o'ngan istidai sabila bo'lmadi. Uning gardinga tushmadi uning. Istida bo'lmagan ekan, shu boshqadan qilib qo'ydiga. Ha, istida bo'lmagan ekan, boshqadan qilib qo'ydi. Ya, bizda qanday istida bo'lmadi, uning nimasiga saq turibdi uni haj. Saq bo'ldi. Unda saq bo'lganligimi, xuddi farz bo'lmagan holatdimi, asabigimi bo'ldi deb-ku. O'chada fidokorlik qilib, zotiman o'zim qilolmasam, boshqa odamni sertifikatini bizdan to'g'rilab qildirma degan bo'lsa, mayli. Ya'ni qabul bo'ldi, Alloh taolo qabul qildi. Lekin farz emas bunga. Wa sababul khilaf fi hada mu'aradatul qiyas lil athar. Bu yerda talashlarning sababi qiyas bilan athar zikr qilgan. Wa zalika anna al-qiyas yaqtadi anna al-ibadat la yanubu fiha ahadun an ahad. Ibadatlarda usul nimetda qiyas qilsa, bir odam uchun ibodat qilib bo'lmaydi. Bir adam uchun namoz o'qib qo'ydigan shu. Bir adam uchun ro'za tutib qo'ydigan shu. Asl qoida shu. Fa innahu la yusalli ahadun an ahadin bittifaq. Buni ittifoq. Va la yuzakki ahadun an ahad. Mush ibodatlarda asli qiyas qilsak, buning qoida bir odamning ibodatini qilib qo'ymaslik. Va ammal atharul muaridu li hada amr ro'zda aslni bog'o. Ro'zda uni ro'za tutib qo'ygan degan nimalar bor masalan. Ajda shunday bir nima bor. Lekin namoz bilan zakat qilmasak unda shu. Va ammal atharul muaridu li hada buni zikrilgan shu. Fa hadis ibn Abbas al-mashhur kharajahu ash-shaykhan wa fihi anna imra min khat'am qala li Rasulullah sallallohu alayhi wasallam ya Rasulullah
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أحج عنه قال نعم. Atam ulan ustuda oturammaydı. Bu parası şu atamın aşında haltıda parası kep kaldı. Bunu orada bana çıkıp koysam bulamdı o dedi. Bu haccetil vada degan işkenti. Onun masxab ketken bu degil olmaydı. Ahirki vaqtlarda deyilgan edisken. Demek bu tirik adam, ölüp ketken adam emas. Hali bizning masalamiz ölüp ketib qolgan adam deydi. Bu tirik adamda bunda keldi. وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا عند يذكر كأذن دماء يعني ابن عباس بخاري رواية كما هذا جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت بالحج فماتت أفأحج عنها من شغل هج كلمة نذرت كم ولا كيف قبضة قال حجي عنها عند أشكو سملا من الساعة قيان أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته دين الله أحق بالقضاء. Anamızın geldiğinde qarzı olan bolsa, onu tulab qo'yamtınız. Unda olgandikan Allohning qarzi to'lashga, ado qilishga eng haqliq dedi. Demak, o'sha qiyos. Qiyos iborat. Qarzga qiyos qildi. Wala khilafa baynal muslimin annahu yaqa'u anil ghayri tatawwu'an. Unda tatawwu'i holatda Neplehaj deydi mesela. Neplehaj altında başkadan qilib qo'ysa bo'ldi ekan. Neplehajga. Biz dadimiz haj qilib qo'ygan parazajni. Dunyodan katta yoki kasal bunda holat bo'lsa, biz bir necha qatim masalan dadam uchun haj qilaman, dadam uchun haj qilaman deb o'zimiz haj qilib qo'ygan bo'lsa, tatavvu o'rnida qilib qo'ysak bo'ldi ekan. Hamda haj farz bo'lgan kishi farazni qilmabdi. Qilmaganda shu farzajni ado qilib qo'ysak bo'lamdi, bo'lmamdi boshqalar. Ma'no masala bor. Ma tubidagi hadisda qiyosni inkor qilgan Alloh Şunu qarshi dalil bor. Çünkü Rasululloh qiyos qilmaydi. Va innamal khilafu fi wuqu'i fardan. Demak, farzajni boshqalarning o'rnida ado qilib qo'ysa bo'lamdi, bo'lmamdi deganni talash tartishma. Ma'masal tugidanda. O'lagidan shu. واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا هل من شرط أن يكون قد حج عن نفسه أو لا. Başka adamın ornunda haj qilib qo'ygan kishi, o'lagining o'rnida, kasalning o'rnida masalan, haj qilib qo'ygan kishi o'ziga haj qilib qo'ygan, farzini ado qilib qo'ygan adam bo'lish kerakmi? Yoki o'zi haj qilmagan kishi boshqa odamga haj qilib qo'yish bo'lamdi degan masala talash tartish bor. Fadaba ba'duhum ila anna zalika laysa min shart. Shart emas. Va in kan qad adda al-fard an nafsi fadalika o'zi farzini ado qilib qo'ygan bo'lsa, yaxshi, bo'lmasa mayli dedi. Bularda dedi. Va bi qala malik fi man yahujju an al-mayyit. O'lik kishiga nisbatan haj qilib qo'ygan odamda bularda debdi Imom Malik. Lianna al-hajj indahu an al-hayy la yaqa. Chunki Imom Malikning nazarida tirik odam bo'lib qolsa, uningga bir odam vakolati o'rnida haj qilib qo'yish bo'lmaydi. Chunki u ko'pinchalikqa ig'ir shartni baka qilyapti-ku. Ular olmasin bo'ldi, pul olmasin bo'ldi. Yo'lda pul topadigan degan ekan, bu xuddi tirik odam zot o'z bo'lmasin maydonda qaraydi ekan. وذهب آخرون إلى أن من شرطه يكون قد قضى فريضة نفسه. özünün hacı bo'lgan bo'lish kerak. وبه قال الشافعي وغيره يعني جمهورنا qarshi أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. Özünün farz hacını ado qilmagan kishi boshqaning farz hajini ado qildim deb o'rniga haj qilib qo'ygan bo'lsa, avtomatik o'zining hajiga o'rilib ketadi ekan. Xuddi Ramazonda nafl ro'za tutaman desa, avtomatik farz ro'zaga nima ketganda. ذهب آخرون جمهور مشاهدة. وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. Bunun delili müşahidisteydi. Resulullah bir kişinin ki ben Şubruma'nın orada aşkısı levay dedim. Hep anda niyet kıygalıkını anlattı. Bu Abu Davud İbn Mace rivayet kıygadız. Bir isnadin sahih. Şubruma degan kim bo'lar debdi. Mening bir qarinishim te yoki tuqqanim desa, sen o'zingni haj qilganmi deyapti. Da'sa, sen o'zingning gardini farzayni ado qilib o'tib, ondan Şubrumadan haj qilgan debdi. Wa ta'ifatul ula allalat hadha al-hadith bi annahu qad ruya mawqufan ala ibn Abbas. Birinchi guruh olimlar hadisda Rasululloh tutashmagan marfu mundadis emas. Bu Ibn Abbasning so'zi deb qarabdi. Mawqu tutishlarda Ya. Hüccet Resulullah'a tutuşkan buluşlar. La hücce ba'da Resulillah. Tamam? Yani kavli sahabi. Bu hüccet amasın usulsuka taşlaşma. Peki ittifak gelgen mesela Kur'an ve hadis şu hüccet. İcma ve kezamlık ama nusus sözümüzde Allah'ın sözü, Peygamber'in sözü. O işke fakat yok oldu. Yani kavli sahabinin bir sıbahı olarak kaldı. Bunu hüccet demdok dememdok. Bunu da usulsuka da taşlaşma. Kullanmasını şunlardan geç kılıştılar. Bulgan mı? Buldu.
Ya tuqunamısımı çoxum bunga yaxshilik qilgan, şunun yaxshiligini qaytaradigan adam bo'lmasa, u bir odamga ashunda favqulodda fidokorlik qilmaydigan ahvol bo'lsa, unda qilib qo'ymaydi. Ya uning bir ustozi bu, ilm o'rgatgan. Ya cho'ng bir yaxshilik qilgan, tag'isi masalan, biqib cho'ng qilgan, cho'ng dadisi degandek, ha? Ya o'zining dadisi, ya bir tuqqani, ya ayol bir-biriga qilib qo'ydigan emas. Bo'lmasa, ijroq odamga qilib qo'ymaydi. U o'zining hayotini xalqqa ushirtib, ashunda qiyinchilikni tortib, unda ko'taramdi boshqalar. Mumkin emas. Xudo bizlar aytgan ba'zi bolalar bu masalani tafqolda o'zining tunji bilan ham bir odamning badalashini biroq qilyapti. Tunjiga deb desa, haliqi minar bazilga pul to'laymiz-ku nimaga? Minar. Onun çıkıştık burada yazılan oranın çıkışını yenilep yenilmişin çıkıştık böyle. Onda kıdğa ahval olsa mesela 1 milyon ağacı vericimse bir adam verip 1 milyon orununu sayarıp 1 milyon kurbanlığını kıpayaplam işini tüketmişim de. Bunda demek bulmayasın ya ki ben anam bir yer anlagan da turaldı. Başta azıqlar bunu minik bu Allah Teala bizim kurbanlığımızdan başka vakıda onun Allah Teala münasebetsiz var. Demek şu insanın Allah Teala'nın farz kılgan ibadetini urundaşka kılgan fidakarlığı mı demez? Şu adam ibadetinin tamamını tetip şu başta ötkiziş gerek. Bu da adeta mesela belki dadis keseler kalsa bu özü bakış başı gel. Özü fakat yoklap bakmay ha bir bomidin bir nege hizmetçidin. Asan aylık 500 köy maaşın var dedim kara dese o dadisqa karagan bolam da bu fidakarlık bulmaydı onun. Bu dadise onda balamını baktı da hoş olmaydı. Muhabbetin zakalmasa, kuyunanmasa واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج. أنا bizden meselemiz kep kaldı. Yu'ajir diye maybarna bakacağız ki denge. Ve hacı bedel niyaba onda gelen işletmemedi. Yu'ajir kirakeşlik mi? Mufaala iznillah ha. Fakiriha zalika Malikun ve Şafii. İmam Malik Şafii mekruh dedi. İmam Ahmed de mu azizrak bu rivayette mekruh ki. Bul deptan da in vaqa zalika cazan bir sanda qasım meyli boptu. In vaqa zalika cazan meyli boptan. Kıysa bulmaydı. Kıpkaz meyil diyizdi. Velem yüciz zâlike Ebu Hanife. İmam-ı Azam caiz emez. Bunda şu. Ebu Hanife caiz de qaramadı. İmam Ahmed ma sahih rivayette İmam Ahmed'den kelgan kuchli qarashda caiz emas. Ikki yillab ketganda hozir. Yurajili bo'lgan kim ikki taraf nima ikki tarafga jaiz. Ya bu kirakasha ikki tarafga o'tirib bo'ldi-ku bunda. Yu'ajjiru nafsahu desin bulavrdimda. Wa umdatuhu annahu qurba ila Alloh azza wa jalla. Kirakesh qilib ba'zikiz bo'lmaydi deganda asosi nima desa, bu Alloh taolo yaqinchilik uchun qilgan ibodat bu. فلا تجوز الإجارة عليه. نوانك من كراكشلك جائز ماس. وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحب وبناء المساجد. بولا يبتم القرآن يزب برن متباعلن كشرب يزتوه نسخة شيء آوتته. يزشتا mescid bina qilishi tamchilig'i pullarimiz bor. Shaqasi bo'ldi. Mushun o'xshash bo'ldi deb qaradi. Qiyos qildi. Mushu narsani masjidni Qur'on bilsash deganda ishtim masalan ibodatda Alloh taolo taqarrub qilgan ishlatdi. Buni bo'lgandek bo'ldi deb qaradi. Demak bu qiyos qildi. İmam Ebu Hanife bazı ayette model keltirgan banda şu qarashqa. Men kana yuridu harsal ahireti nazlahu fi harthi ve men kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha ve ma lahum fil ahireti min nasib. Bu şu mançpul deb şunu elish uchun qildi bu ishni. Shu pulni oldi, unga savob yo'q. Resulullah'ın salafını qarasa, unda ish yo'q. Resulullah'ın zamanında ya undan keyingi sahabe tabi'inlar birisi kirakesh qilishga ahvol bormi? Shunimi shunda hech badal qilib pulni baz qilish ehtiyoj bormi shunimi? Unda ish bormi yo'qmi? Yo'q. Tijoratdan qo'ymuchilik aylanib ketdi. Imom Ahmadning to'g'risi joiz emas mana. Hamma joiz degan qarash, ojiz qarashim makruh debdi. Demak bu yengil o'sib makruh degan narsa. Ham bidat. Kirim bundan nasıl ki soğandırma? Şu yalık bid'atni bakçık deydigan alınır. Yapılmaydı onu. Vel icaratu fil hacc inde Malik nev'an. İmam Malik inde makruh meyli boptu dedi o. Degan bu hajda kirakeşlik qilishni shixil deb qarab. Ahaduhuma allazi yusammihi ashabuhu alal balagh. İmam Malik'in şagirdleri bunu bunda alal balagh deb atab qo'ydi dedi. Bu xuddi butun hajning butun chiqimini qilib iborat degandek. Ve huvallazi yuajir nafsa ala ma yublighuhu min az-zad var-rahila. Bu xuddi qanday ekan? Men butun chiqimini qilib paslar, siz uchun mayaj qilib qo'yay. Hech bo'lmasa menmanda berib shahrimni bir ko'rib olay, shar bir duo tilab qilib olay o'zimga. Men bu menfaatni qilay,
mening chiqimni sil qilib bersa men lekin ayni niyat qilib sil qilib beray degandek bu hamda yanchiqqa pul sanmaydi degan shu yerga berib shu ulug' sovrinlarga berib bahramon bo'lib oldim bu undan ekan bu faqat chiqimini elib qilish deb bunda ayrıydı ekan فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه qo'liga 50 ming koy bergan bo'lsa u 50 ming koy yetmabdi yetmasa uni yana to'liqlab berdi butun chiqimini sil qilib bersalar degan ekan va in fadula an zalika shay'un raddahu 50 ming koyni eshib qolsa qaytarib berdi 30 ming koy ketdi va 20 ming koy mana pullarda birsini yanchiqqa ila olmaydi dedi bu yangilik ekan shunami va sani ala sunnatul ijara ikkinchisi kirakashlik rasmiy kirakashlik qoidasi bo'yicha dedi Sünnət degan şey qoidasi. Kirakashlik qoidasi bo'yicha bo'lgan ish. Va in naqasa shay'un wafahu min indihi va in fadala shay'un falahu min. Agar pul yetmasa 50 ming koy yetmasa, qolgan to'liqlab yanchiqdan chiqim qildi bu. Chunki deyishda 50 ming koy deyishgan. Agar unda eshib qolsa 30 ming koy qilib 20 ming koy eshib qolsa yanchiqga bo'lib ketsa bo'ladi. Bu demek ikkilisini joiz demakmi? İmam Malik ikkilisini masalan makruh deb yoki ikkisini da hukmda yengil ig'irlikni ayirib baxtdi. Lekin ikki turga ayiribdi bular. Bu turga ayirishmi yaxshi ekan-da, ikkisining farqi bor albatta. Bu masala tugadi hozir. Val jumhur ala anna al-abd lazimul hajj hatta yu'taq. Endi qulab qolsa, bu taki azat bo'lgan qadar buningga haj qilish kerak emas. Xuddi bu shartul vujub o'xshash, yoki shartul sihhadak. Endi qul hozir bo'lmagan ekan bu masala bizga munosabatsiz. Va awjabahu alayhi ba'd ahli az-zahir. Endi zahiriylar bu qulmi Allohning oldida boshqa insonlarga o'xshash, bandichilikda o'xshash bo'lgan ekan. Xuddi namozni o'qimasa bo'lmaydi-ku, navonki ajni qilmasa bo'lmaydi. Fa hadhihi ma'rifatu ala man tajibu hadhihi al-faridatu wa mimman taqa. Demak, bu zikr qila, mush ibodat kimga farz bo'ladi va qanday kishilar o'rindasa, ashundan zodi ado bo'ladi deganga munosabatli masalalar dedi. Va ma mata tajibu fa inna اختلفوا هل هي على الفور او على التراخي qachon vojib bo'ldi degan masalan mushil vojib bo'lmi mushil qilish kerakmi yoki aldirmay qilmasmi qachon qilsa bo'lamdi degan masala al amru yufidu al-fawr va at-tarahi degan gap bor usul qila shuni o'xshash wal qawlan mutaawwalan ala malik va ashabihi imom malikdan mushunda qaridi deb ikki qarash imom malik bunda qarshi ba deb izohlanibdi mutaawwalan degan imom malik iniqunda gap qilganimiz yo'q alal forti taraxi degan iniq gap yo'q lekin imom shogirdlari masala manda deganda mushun qaraganda imom malik for deb qaraydi ekan masala manda deganda imom malik alal taraxi deb qaraydi ekan deb bunda tahlil qilinib deyilgan so'z va zohir andal mutaakhirin imom malikning shogirdlari keyingilar bular ma bir qarashni sal iniqroq deb qarabdi imom malik mushundaroq deb qaraydi deb xulosa annaha ala taraxi taraxi degan sal zohir va bil إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه على الفور degan qarashda imom malikning bag'dodlik shogirdlari shunday deb qaragan taraxiyning aldırmay qolsa bu demak bu bayoldi qo'lda pasport bor safar qilish qiladigan sharoiti bor mushjil qilish kerakmi yoki majil qilmayman kelarjil qilaysin bo'lamdi kechiktirsa bo'lamdi demak ma'vo hozir imom malikning mazhabi ishidiki imom malikning mazhabining tafsiloti ekan vaqtalafa fi zalik qawl abi hanifa va ashabihi imom abu hanifaning va shogirdlarining so'zi buningda aniq emas buningda imom malikning o'xshash aniq bir narsa yo'q ekan val muxtaru andahum annahu alal fawr alal fawr degan qarash hanifiy mazhab olimlar mushuni tanlaymiz deb tanlagan qarash shu edi hanifiy mazhabda imom abu hanifa ikki rivoyat kelgan ikki rivoyatninki asah eng sahiyrak deb qaragan nimada alal fawr mushu muxtar degan shu Abu Yusuf shunda qarab ekan al-Fawr degan Abu Hanifaning ash bir rivoyatini olib ekan Muhammad al-Tarahi degan yana bir rivoyatini olib ekan ya'ni bu mazhabda bunda ehtimollik bor undan ya'ni bu mazhab olimlari yoqmush asah rivoyatini olib deb al-Fawr degan qarashni tanlabdi va qala ash-Shafi'i va al-Tawsi'a imom Shafi'i qachon qilyapsiz buldi debdi keng kusharlik bor dedi taraxiy o'xshashmi tavsiya shu vojib muvassa degandek va umdatu man qala huwa al-Tawsi'a kan kishada qachon qilmasang bo'ldi degani ya'ni kechib tursang bo'ldi degan gap chiqdi bundan annal hajja furida qabla hajji nabiy sallallohu alayhi vasallam bisinin rasululloh haj qilishdan ilgari bir necha yil ilgari haj farz bo'lgandi deb qarab turibmiz mana bu haj farz bo'lganda rasululloh haj farz bo'lgan chog'da shu yili qilmay oldirmay 10-yili qilgan dedi kechiktirdi demakchi undan keyin bir necha yil kechiktirgan rasululloh demakchi ekan فلو كان على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم eğer derhal bulduğun bolsa Resulullah onu keşfetmegen boladı dedi 6. yıl farz oldu 9. yılda Abu Bakr yaptı 10. yıl uzbadı 6. yılda ve atimmul hacca vel umrata lillahi ayet
O'shandan vaqtimul hajja wal umratillah degandan haj farz bo'lgandi deb tushunib ular. Undan ekan Rasululloh 6-yildan tortib masalan hech bo'lmasa 9-yilda Abu Bakrni aytganga qadar arliqda kechiktirish bo'ldi. Abu Bakr kechiktirdi masalan. Ondan Rasululloh yana 1 yil qadar yana bir kechiktirdi. Unda kechiktirish bo'ldi ekan demoqchi. Endi ikkinchi qarashchining dalilichi annahu lamma kana muxtassan bi vaqtin va muayyan vaqtga chetishlik ibodat bo'lgan ekan. Kana al-aslu ta'simu tarikihi hatta yadabal vaqt. Vaqtga belgilaylik bo'lgan ekan, vaqt ketganga qadar bu ishni qilmagan odam gunohkor bo'lish kerak. Ya'ni inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Shahr Ramazonilladi masalan. Faman shahida minkum shahra falyasum dedi. Demak, Ramazon vaqt belgilangan ibodat. Shu Ramazonda ro'za tutmasa, ya'ni butun sharoiti bor turib, munosib qilgan turib, tutmasa gunohkor bo'ldi. Namozni shu vaqt belgilangan. Shu orliqda shu namozni o'qimasa, to'liq sharoiti bor turib, gunohkor bo'ldi. Unda o'nki hajnamo, bunda vaqt belgilangan ibodat. Shu vaqt qilmasa, gunohkor bo'ldi. Namozning vaqti qiyos qildi. والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة أن بوشكين قرش بقياس مع الفارق بالتروب قندالسة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت bu vaqtning o'tishi bilan takrorlanishi bilan yani qayta vojib bo'lib qolmaydi deydi. 10 yil o'tsa 10 qatim vojib qilish farz degan gap yo'q deydi. Lekin namozning vaqti shu, har bir vaqt o'tsa bir qatim gadimga desa bilan 10 kun o'tsa 50 vaqt namoz farz bo'ldi degan. Demek bunun kıyas kısam bulmaydı. وَالصَّلَاةِ تَكَرَّرُ وُجُوبَهَا بِتَكْرَارِ الْوَقْتِ وَبِالْجُمْلَةِ عموما قلب الساق فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال هو على التراخي. دسلبتا نماز vaqt kirgan chaqdagi ahvolni shu yili haj farz bo'lgan kishiga o'xshatsa, masalan soat 12 dan tortib peshin vaqti bo'lgan bo'lsa, shu 12 bo'lgandikilam xuddi buning birinchi yili boshlangandek. 3-4 soat ichida qachon qilsang bo'ldi? Xuddi bu muamda 3-4 yil ichida bir necha yil ichida qachon o'qib olsang bo'ldi debdi. Lekin namozda ma'lum tugaydigan siq bor. Hajda uni bu kang tasha qo'yibdi namoz. Va man shabbahu bi akhir al-vaqt min as-salah qala huwa ala al-fawr. Demak, oxirgi vaqtni qiyos qilishcho. Masalan, peshinning vaqti ketganlar 4 ta asr bo'ldi desak, chunki 10 minut qolgan chaqda bu odamga shu chaqda 10 minut ichida o'qimasa bo'lmaydigan bo'ldi. Tamam? Xuddi bu keyingi vaqtni qiyos qilsa, mush yil zal qilmasang bo'lmaydi degandek. Mush yil qilmasa vaqt chiqib qolgandek. Va wajhu shabahi bi akhir al-vaqt. Andu oxirgi vaqtga o'xshaydigan dairasi nimasi? Annahu yanqadi bi dukhul vaqtin la yajuz fihi fi'luhu kama yanqadi vaqtu as-salat bi dukhul vaqtin laysa yakun fihi al-musalli muaddiyan. Bu ashayizning vaqti hozir musho namozning vaqti chiqib az qolgandek ahvolga o'xshatdi degani qanday ekansa, mana namozning vaqti shunda ketgandan peshim o'qilinmaydigan asrning vaqti kirib qoldi shunami? Xuddi ajdimi masalan shu tasa minzil hajja shunda o'ssalam, atsi o'g'ini endi birashka 1 yil qadar u ibodatni qilolmaydigan bir vaqt kirib qoldi. Mujjatdan qiyos qildi. Va yahtaju ala bil ghurar alladhi yalhaqu al mukallafa bi ta'khiri ila 'am akhar bima yaghlibu ala dhann min makan wuqu' al maut fi muddatin min 'am. Bu yerda g'arar degani bir xil qaramliq, qarang'uliq yoki noma'lumlik. Chunki 1 yil ishida sen kechiktirib qolsan, 1 yil ichida o'lib ketib qolishing mumkin. Macha taqish. Yani vacib bo'lib sen ado qilmay o'lib ketdi. Balki varislaring ona pul haydab qildirib qo'ymamdi ya o'zi qilib qo'ymamdi bo'ldimda shundan sen gazingda hajni ado qilmagan holatda ketib qolgan bo'lsa, o'zingni xatarga yo'liqtirgan bo'lsa deydi. Demak 1 yil muddat deganda uzun vaqt, bunisi o'lib ketish ehtimoli ko'p. Va yarawna annahu bi khilafi ta'khir as-salat min awwal al-vaqt ila akhirih. Bu namozni 1 soat kechiktirish unga o'xshamaydi. Birinchi dastlabki vaqtdan oxirgi vaqtga kechiktirishga o'xshamaydi. Lennal g'ayb la yamut ahadun fi miqdar dalika illa nadiran. Chunki unchalik vaqtda qancha o'lib ketishi, 1 yil ichida o'lib ketish qaraganda ehtimoli oz. Albatta, o'lgan odam shu ikki namozdan orliq o'ldi. Qanday namoz bo'lsin? Ya'ni demakchi o'g'ni 1 yilga nisbatan ma'nodamda ehtimol ozroq demak. Rubbama qalu inna at-ta'khir fi as-salat yakunu ma musahabati al-vaqt alladhi yuaddi fihi as-salat. Manda desim bo'ldi dedi. Namozda masalan 12 da peshin farz bo'ldi desak, 12 da qilsang bo'ldi, 12:30 da qilsang bo'ldi, 1 da qilsang bo'ldi, 1:30 da qilsang, tagi masalan 3:30 4 ga qadar qilsang bo'ldi degan shu qiysi bo'ldigan vaqt damlasherdi dedi. Aydi shu kan
qilmasang, atsa o'gini yana qilsang bulardi degan gap yo'q. Bir yil, 2 yil qildi. Bu ikkisi o'xshamaydi. Va ta'khir huna yakunu ma dukhul vaqtin la tasihhu fil ibada. Demak, mishada arfat kundan keyingi kunlarda u ibodatni qilsang bo'lmaydigan kunlik gap qildi. Lekin namozda mayli bo'ldi desh, namaz, ya'ni yarim soat kechiktirib o'qsang mayli bo'ldi deydi. Fa huwa laysa yushbihu fi hadha al-amr al-mutlaq. Demak, bunga o'xshatqilib bo'lmaydi. Namoz qiyos qilmaydi degan. Namoz qiyos qilsang bu qiyos ma'al fariq emas. وذلك أن الأمر المطلق عندما يقول إنه على التراخي. يعني مش هذا ما دام شغله فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق. مش هذا إيش قلنا ديان جبنا سن مش هذا مطلق بيرقة عند أخشتب بو مطلق الأمر يدل على الفور والتراخي مت دميسة. بو خده أمر مطلق مستك أمر مقيد. أمر مطلق واسا أتسوقنا قسم بلدغم مستن ده كان تشالق بالقايش قندا برنامجي شكل بقولنا نمشيق ديامون. لكن أمر مقيد degani hozir bir vaqtga belgilab qo'ydi, bog'lab qo'ydi. Xuddi bu hayzning amri mutlaq emas bu, muqayyad. Muqayyadun bi vaqt va yawm arfa yoki ashhurul hajj. Unda hozirgi bu amr mutlaq o'xshamaydi. Wadalika amr mutlaq عندما يقول انه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه الى دخول وقت لا يصح فيه وقوع الامر مأمور فيه كما يؤدي التراخي في الحج اذا دخل وقته فاخر مكان الى قبل. Chunki amr mutlaq kaptilar, uni tarixiyda u bu degan kishilar, uni kechiktirsimi yana bir ikkinchi vaqtda yani qilsang, yani shu ibodat ado qiladigan vaqt deb qaraydi deydi. Masalan, namozni desak, namozni dal 12 da peshin farz bo'ldi, 12 dan 5 o'tgandimi, daqisa shu ibodatning vaqti edi. Bir bo'lganda shunda 1 dan 5 o'tganda, 10 o'tganda shu ibodatning vaqti deydi. Lekin ma'nosi-chi, hajning vaqti unda emas. 9-Hajja, 10-Hajja, hayitning 2-3 kunlari, undan keyin Muharram, Safar hammasi shundami? Unda emas. Xuddi bu peshin vaqti kirib qolgandek bo'ldi. Bo'ldi, aytchigi degan. فليس الاختلاف في هذا المسألة من بعض الاختلافين في مطلق الأمر هل هو على الفور أو على التراخي. demak bu yerda bunda o'ylab qolgandek bu al-amr mutlaq yufidu al-fawr va at-tarahi degan masala dairasiga kirmaydi bu. Yani amr muqayyad bu. Amr mutlaq emas. Nima bu gapni? Nima tushundingiz bu? Hozir yo'q, bu masala qaysi doiraga kirdi deb. Buni al-amr yufidu al-fawr va at-tarahi degan masala doirasida dedi. Deblar bunda tadqiq qilgan ekan. Ya uni unutmaydi ekan. Bu amrul mutlaq bunda emas, bu amr muqayyad ekan bu. Bir vaqtda shu vaqt qilmasang bo'lmaydigan. U qachonda qilsang bo'lamdi yo siz qilishing kerakmi degan masala emas. Buningda vaqt belgilab qo'ygan, namozdek shu vaqtda qilmasang bo'lmaydi. Yani gunohkor bo'lsa deganni tarjih qildi. Lekin birinchi qarashchining va timul hajja va umrata lillah bu 6-yili tushgan degan qarashi, uning qarta javob qaytaruqlar bo'ladi. Ana Rasululloh 6-yili farz bo'lgan bo'lsa Rasululloh sahobalar hech kim qilmaydi kechiktirgan. U bu elga Rasululloh umr qilgan. Shunaman? Mushriklar to'svasimi keyin umr qildi-ku? Tushgan Makkani bakalab berib umr qildi. Nega olim deydi, "Va atimmul hajja va atimmu" degan so'z alohida deyilgan bu yerda. Sizlar haj ya umrini niyat qilib, shunga atlangan boshlagan bo'lsanglar, buni oxir qadar chiqirting, tamomlanglar. Ado qiling deymiz, tamomlang deymiz. Demak, haj ya umriga tutish qilgan bo'lsang, tamamladı. Rasulullah tutuşqıptı. Kilajir olsun çok qanday qilib tamamladı. Lekin ajga tutuşqılmagan. Tutuşqılmagan ekan, uni keyin shu o'zi valillahi alana hajjul bayt deb rasmiy tutuşqılmagan holatdami haj qilish farzga oyat tushgan chaqda andin buni qilgan. Demak, ikkisining farqi bor. Birinchisi, sen ibodatga bir boshlab bo'lding. Nazrni mana shunday deymiz bo'lmasdan. Nazr qilib qo'ysang unda qilmay chora yo'q degan. Umr qilaman, haj qilaman deb sen boshlasang, bu chaqda oyat qadar chiqib o'tishing kerak degan hukm bordi. 6-yilda. Endi keyin 9-yil kelgan chaqda valillahi alanas hajjul bayt deb haj qilish farz degan nima tushdi. Tushgandan keyin bu chaqda sen hajni boshlamagan bo'lsangmi, hajni boshlashing, ado qilishing farz degan gap chiqdi. Ma tarafdan rad. Demak, bunda ehtimolliklar bor. Albatta, ikkinchi qarashda, yoki birinchi qarashda, al-fawr degan qarashda, haliqidagi masalani ko'z tutsa, odam o'lib ketib qolsa, gadini vojib qoladi. Va islomda ko'pincha ahvolda uni ado qilmaydi. U pul, meros pul tatla, uni hammalar talash-tarish qilib ulashib bilan to'zitib bo'ldi ketdi. Shunga o'zi shu darhol qilib shu yaxshi. Ana pasport avtobuning qurbati ekan, gach qilamiz kelar pasport tatlashi. Baramı dediğin ölmepti mi abi? Pasponu tatlıptı. Şuna bulduk mu zaten? Eski baramı dediğin Allahu alem bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.